Hammaga salom azizlar. Shirin Zabonim YouTube kanaliga xush kelibsiz. Video mavzusi sizga yoqsa like bosing. Keyingi videolarimizni o'tkazib yubormaslik uchun kanalimizga obuna bo'ling. Assalomu alaykum. Hafta raqam ishqibozlar, mana 30 ZZ raqamimiz 650 million so'mga sotildi. Bu raqamni kim sotib oldi bo'laysizlar? Mana akamiz shu yerda o'tirdi, Ahad Qayum. Xudo xolasa mana 650 million so'mga mana shu raqamni sotib oldilar. Tabriklaymiz akamiz. Kimlarga chiroyli raqam kerak bo'lsa, avto raqamni o'ziga murojaat qilinglar. Rahmat. Akamiz tabriklaymiz. Tez ishim bitdi, lekin mashina obirini aksionda yutishni ham xohlagan edim. Sog' bo'linglar, Xudo xolasa albatta murojaat qilinglar. Ishlaringiz sirasiz bitadi. 3 Samarqand region bo'yicha. Sof savdoda yangi yil chegirmalari boshlandi. Bugundan boshlab 10 kun davomida narxlar eng arzon va tekin dastavka. Shoshiling, yangi yil skidkasiga ulgurib qoling. Moskva, Peter va Toshkentda adresgacha dastavka xizmatini yo'lga qo'ydi. Endi zakazini uyingizgacha olib boramiz. Bizda barcha kasalliklarga davo bo'ladigan Alhadiya, ya'ni qora sedana tabletkasi eng arzon narxda. Gemoroyni, oq dog' va psoriazni 100% yo'qotadigan, soch va soqolni 2 oyda chiqaradigan, 25 yoshgacha bo'y o'stiradigan, 20 kunda 8 kg semirtiradigan yoki aksincha ozdiradigan mahsulotlar. Uylangan erkaklar ber quvvatini 2 soatgacha oshiradigan, ayollarni o'ziga jalb qiladigan feromon atirlar eng arzon narxda, dastavka adresgacha. Samarqand viloyati Ichki ishlar boshqarmasi axborot xizmati xodimi ushbu avtoraqamni sotib olgan fuqaro Ahad Qayum emasligini ma'lum qildi. Raqamni sotib olgan fuqaro samarqandlik. Ammo biz unga avtoraqam sotib olish uchun pulni kim berganini bilmaymiz. Ushbu fuqaroning ism-familiyasi o'zining ruxsatisiz oshkor qilinmaydi. Lekin u Ahad Qayum emas, deydi Samarqand viloyati Ichki ishlar bo'limi xodimi. Bugun auksionda qo'yilgan rekord darajadagi narxga sotilgan 3.7 raqami haqida men bugun o'zim fikrimni aytmoqchi edim. Bu yerda hech qanaqa yolg'on aralashtirilgani yo'q, hech qanaqa kimdir orqasidan PR ham qilingani yo'q. Nima uchun bu nomer bunaqa narxga sotilgani bo'yicha qiziqmanglar. Biznes bor, tadbirkorlik bor. Bu uchun ozgina o'zini qonun qoidalari bor. O'sha maqsadda ba'zi bir ishlar qilinadi. Biza Samarqandda o'zgarish ishlarimiz, o'zgarish tadbirkorligimiz bor, do'stlarimiz bor. San'at akam bilan biza ko'pdan beri o'zi qilgan rejalarimiz bor. O'sha rejalarimizni bu bir qismi buni pressada noto'g'ri talqin qilish kerak emas. Kimdir nimadir olgan bo'lsa omadini bersin deyish kerak. Bo'ldi. Xudo xolasa nima sababdan bunaqa qilinganligini vaqti kelganda bila olasizlar. San'at aka, rahmat sizga, sog' bo'ling.